ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى تاشقى ئىشلار كومىتېتىنىڭ ئوتتۇرا شەرق، شىمالىي ئافرىقا ۋە خەلقئارا تېررورلۇق مەسىلىلىرىگە مەسئۇل دېموكراتچىلار پارتىيەسىدىن بولغان رەئىسى تەد دىچ ۋە جۇمھۇرىيەتچى ئەزاسى جو ۋىلسون باشچىلىقىدىكى جەمئىي 31 نەپەر مەجلىس ئەزاسى ئۇيغۇرلارنىڭ ئامېرىكىدا پاناھلىنىشى ۋە ئۇلارنىڭ مۇساپىرلىق سالاھىيىتى بىلەن ئامېرىكىغا ۋىزا ئېلىشنىڭ ئاسانلاشتۇرۇلۇشىنى تەلەپ قىلدى. Ular Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo va Amerika Davlat bexatarlik ministrligining muvaqqat ministri Chad Wolfga qilgan chaqirig'ida Xitoy hukumatining ziyonkashligiga uchrayotgan Uyg'urlarni qo'g'dash uchun Uyg'urlarning Amerika vizasi elishini tezlatish, shundaqla yana Amerika musofirlarni qabul qilish programmasi bo'yicha P1 deb ataladigan musofirlik havolasi berilishini talab qilgan. Ular imzoliq maktubida mundaq degan: Biz Amerika hökumətinin texmi köp hərəkət qolunub, Uyğurlarning Xitoy hökumətinin ziyonkashligiga uchrashining oldini olishni talab qilamiz. Biz sizlarning Amerika vizasi elishini tezlashtirishinglarni, musofirlarning umumiy son cheklamasini yuqori ko'tarish bilan birga, chet ellardagi Uyg'urlarga P1 deb ataladigan musofirlik havolasi berilishini va shundaqla Amerikaga kelib bo'lgan Uyg'urlarni qo'g'dash uchunmi tezdan harakat qo'llanishinglarni so'raymiz. Biz Uyg'urlar duch kelayotgan insoniy krizislar va Beyjingning Uyg'urlarga to'xtamay qilayotgan bostirishni nazar tutqanda yuqoridagi bu tadbirlarning jiddiy zarurligiga ishonamiz. Amerika Dövlət Məclis əzalarının məktubidan məlum bo'lishicha, hozir Amerikaga kelish uchun o'xshamagan viza kategoriyalari bo'yicha viza kutayotgan 3 million 600 ming odam bor bo'lib, ularning saqlash muddati 5 yildan 18 yilgacha ekan. Şoňa yuqoridagi a'zolar maktubida dunyoning har qaysi joylaridagi Xitoyning ziyonkashligiga uchrash xavfi bo'lgan Uyg'urlarning oila vizasi, ma'rif va ishga o'rnatishish vizasiga qilgan iltimoslarini tezdan o'ylashini talab qilgan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkal bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilib, yuqoridagi bu chaqiriqning Uyg'urlarning panohlik ishlarining tezlashishiga yo'l etishi mumkinligini aytdi. Bu Amerika hukumati bu shu yaqin zaman tarixida Muşundaq bir ciddi krizis bo'lgan ahvol ostida sirtdan va ichidan musofirlar humanitarian ground deymiz, insoniyat nuqtai nazaridan chiqish qilib musofirlar qabul qilgan ahvol bor. 1990 yil 4-oydan burun Xitoydan Amerikaga kelgan Xitoy garajdonlarini Xitoy hokimiyati Tiananmendagi demokratiya harakatini qonliq bostirdi, inkos qaytarish maqsadida ko'chman salohiyati bergan ahvol bor. Amerika Dövlət Məclisinin hər iki partiyadan bo'lgan a'zolarining chaqiriq maktubida P1 musofirlik havolasi bo'yicha Uyg'urlarni qabul qilishning ahamiyatini ta'kidlab o'tilgan. Uningda munolar deyilgan: P1 havolasi bo'yicha Amerika diplomatlarining haqiqatan qo'g'dashga ehtiyojli kishilarni farqlantirishini osonlashtirg'ili hamda ularni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ko'rsatmasiz bevosita Amerika musofirlar organlariga tavsiya qilg'ili bo'ladi. Har qaysi elchixonalarning P1 musofirlik havolasini oldingi o'rin qo'yishi va tezlatishi bilan Sharqiy Janubiy Osiyo, O'rta Osiyo va Turkiyada turayotgan, jumladan Xitoyning ziyonkashligiga uchrash ehtimoli yuqori bo'lgan Uyg'urlarga yordam qilg'ili bo'ladi.